На этой земле солнце всегда светило ярче. Здесь, в сердце Узбекистана, хлопок не просто растение, это белое золото, что дарит жизнь. Когда-то наши бабушки ткали ткани вручную, вплетая в каждую нить тепло своих рук и мудрость своих сердец. В этих узорах наша история, в этих тканях наша душа. 10 лет назад Global Textile взял этот древний секрет и перенес его в будущее. Мы начали с маленького поля, но мечтали о большем. Сегодня мы не просто фабрика, мы мост между традицией и инновацией, между нашими полями и миром. Мы создаем не просто текстиль, мы создаем наследие. Конечно, удивлена масштабами, вообще объемами и красотой такой фабрики. Огромное спасибо учредителям за то, что настолько ответственно подходят к благоустройству компании. Процветания, успехов, ну и вдохновения на нашем нелегком пути. Bankimiz nomidan Global Textile kompaniyasini bugungi 10 yoshlik yubileyi bilan tabriklayman. Kompaniyani jamoasiga kuch-quvvat, omad va zafarlar tilab qolaman. Mana shu o'tgan 10 yil davomida bankimiz Global Textile kompaniyasi bilan birga doimiy hamkorlik qilib keladi. Kompaniyani har bitta erishgan yutuqlari, qo'lga kiritgan natijalari hammasi birgalikda hamkorligimiz doirasida amalga oshayotganligidan juda ham xursandman. Bugungi kunda mana Farg'ona Global Textile bilan birgalikda faoliyat ko'rsatib kelmoqdamiz. Ularni mana tashkil topganiga 10 yil bo'lgani bilan biz ham tabriklaymiz. Shu ishlar jarayonida birgalikda juda katta amaliy yordam berishdi. O'sha yangi boshlangandan beri ayniqsa ta'minot masalasida fermer xo'jaligiga sifatli mineral o'g'it, yoqilg'i moylash materiallari, urug'liklarni olib kelib berishdi. Natijada fermer xo'jaligimiz o'z vaqtida rejalarni bajarib yuqori hosil olib, katta daromad olishga erishdik. Har yili o'zimiz birgalikda shartnoma asosida ishlab kelmoqdamiz. Ularni bizdan sotib olgan mahsulotlarni o'z vaqtida mablag'larni to'lagan hisobiga daromadlar oshib, yangi texnikalar sotib oldik. Hosildor yerlarimizni hosildorliklari oshdi. Ishchilarimiz ham olayotgan daromadlar o'z hisobiga oshdi. Shu sababli kelgusida yana birgalikda faoliyat ko'rsatib, undanda yuqori rejalarni olishga maqsad qilyapmiz. Наша компания Lady Tex поздравляет вас с 10-летием создания вашей компании Global Textile. Желаем вам с каждым годом набирать обороты и всегда выводить свою компанию на пик успеха, признания, высокой прибыли и репутации. На протяжении нескольких лет мы очень дорожим нашим с вами сотрудничеством. Global Textile korxonasini biz ko'p yildan beri taniymiz. 10 yillik yubiley bilan chin dildan tabriklaymiz. Kompaniyaga ulkan natijalar, ulkan rivojlar tilab qolamiz. Global Textile kompaniyasi sizlarni 10 yillik yubileyingiz bilan tabriklaymiz. O'tgan 10 yil mobaynida Global Textile o'zini ishonchli, barqaror va zamonaviy rivojlanayotgan kompaniya sifatida namoyon etib, to'qimachilik sanoatida o'z o'rnini egalladi. Sizning mehnatsevar jamoangiz sifatga bo'lgan e'tiboringiz va doimiy innovatsiyalarga intilishingiz muvaffaqiyatingiz asosiy kafolatidir. Biz sizlar bilan hamkorlik qilishdan faxrlanamiz va kelgusidagi ishlaringizga rivoj, omad va baxt tilab qolamiz. Дорогая команда Global Textile, я от своего имени и с лица бренда Lea Collection поздравляю вам с вашей 10-летием, с основой вашей прекрасной команды. Желаю только удачи, успехов, всех наступающих новых проектов. Помню тот времена, когда мы только дружили и ждали, когда Global будет открыть швейную фабрику. Я очень рад, что у меня появились новые коллеги, общение, ответственные, которые помогают по бизнесу. Нашу дружбу крепится еще по бизнесу. От души желаю самого хорошего. Из всех любых проектов, которые Global будет создавать, я желаю только удачи и вперед в всех делах. Global Textile ailesinin 10. yıl kutlu olsun. 2018'den beri sizinle çalışıyorum. Hizmet ve kalite gerçekten çok iyi. Bu güzel işin arkasındaki tüm çalışanlar, yöneticileri ve şirket sahibi teşekkür ediyorum.
başarılı dilerim. Hayırlı olsun, kutlu olsun. Дорогая компания Global Textile, поздравляем руководство и сотрудников с днем основания фирмы. Желаем вам процветания, стабильности, уверенного движения вперед, значимых профессиональных достижений и слаженной работы коллектива. Мы с вами легко сработались, пусть так и продолжается. Ishonchli hamkorimiz bo'lgan Global Textile Solution korxonasini ish faoliyatini boshlaganligi bilan 10 yilligi munosabati bilan korxonalarimiz o'rtasidagi aloqalarni 10 yillik munosabati bilan chin yurakdan tabriklaymiz va kelajakda bu korxonalarimiz o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlanishini va birgalikda yuqori natijalarga va marralarga erishishga tilakdoshmiz. Global Textile Solution korxonasi jamoasini kelajakda bundan-da yuqori natijalarga va marralarga erishishlariga tilakdoshmiz. Компания Гермес желает вам дальнейшего непрерывного развития, выполнения всех поставленных задач и свершения всех намеченных целей. Еще раз поздравляем вас с этим знаменательным днем и желаем дальнейших успехов и процветания вашей компании. Hurmatli Global Textile jamoasi, Dynamic Group kompaniyasi sizlarni chin dildan tabriklab, eng ezgu tilaklarni izhor etamiz. So'nggi yillarda erishib kelayotgan yutuqlaringiz, innovatsion yondashuvingiz va yuqori sifatli mahsulotlaringiz bilan nafaqat O'zbekiston bozorida, xalqaro jahon bozorlarida ham munosib o'rinni egallab kelmoqdasiz. Bu esa butun O'zbekiston sanoati uchun faxr va ibrat bo'la oladi. Dynamic Group kompaniyasi nomidan kelgusi ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar va yangidan yangi zafarlarga boy bo'lishini tilaymiz. Uzoq muddatli hamkorligimiz yanada mustahkamlanib, o'zaro ishonch va manfaat asosida rivoj topishiga ishonamiz. 10 yoshga to'lishlaring munosabati bilan chin qalbdan tabriklayman. Avvalambor yurtimiz ravnaqi va yurtdoshlarimiz farovonligini oshirish uchun qilayotgan beqiyos mehnatlaringizga katta rahmat. Kollektivimiz nomidan sizlarga sog'lik, oilaviy xotirjamlik hamda yanada taraqqiy etishlarini tilab qolamiz. Va albatta kelasi yillarda hamkorligimiz bundan-da chambarchas holda davom etishini niyat qilib qolamiz. Kompaniyangizning 10 yilligi bilan jamoamiz nomidan samimiy tabriklaymiz. Hamkorligimiz doimo samarali va yangi yutuqlarga boy bo'lsin. Sizlarni korxonalaringizni tashkil topgan 10 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. İşlerinde muvaffaqiyat va omad tilayman. Bundan-da yuqori cho'qqilarga erishishlaringda tilakdoshman. Hamkorligimiz bundan-da muvaffaqiyatli bo'lishini tilab qolaman. Global xodimlarning bayram bilan tabriklaymiz. Sizga servis doim sizlarga. Global xodimlarini 10 yillik bayrami bilan tabriklaymiz. Sizlarni 10 yillik munosabati tabriklaymiz. Ishlaringizga, kelgusi ishlaringizga omad tilaymiz. Sizlar bilan birgalikda ishlayotganimizdan juda mamnunmiz. Sizlarga ishchi xodimlaringizga va rahbariyatlarga oldindan juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Global Textile. 10 лет гордости за свою землю, уважение к традициям и стремление к вершинам. И это только начало.